bad, bound to happen to me. Hammaga salom, sizlar bilan men Drake Minecraft. Короче, bolalar, biz bugungi videoda ko'rib turganinglardek comeback bo'ldi va endi biz bilmayman nima qilamiz. Короче, Minecraftga kirdik. Endi esa biz выживание qilamiz-da. Chunki hozir anchadan beri Minecraftga ham kirmayapman va выживание ham qilmayotgan edim. Xo'sh, okey, mayli. Chetni qo'yamiz va menda shader bor bo'ladi-da. Menda zo'r shader bor, lekin mod ham bor. Mayli, modni ham qo'shib qo'yaveramiz. Xalaq qilmaydi. Ko'rib turganingizda bu mashina modi, politsiya mashinasi-da. Xo'sh, esa video boshlanishdan oldin yoki shu merga kirishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz 2k bo'lishimiz kerak va bunga ozgina qoldi-da. Let's go da bola. Обязательно men kutaman. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar-da. Let's go. Xo'sh, okey, bolalar, mana o'zim shaderni ko'rayotganlarda juda zo'r turibdi va menga o'zimga aynan yo'qdi deyotganimda bolalar, biz orolda paydo bo'libmiz. Qanaqa rasvo joy? Balki bordir yaxshi joy. Xo'sh, tepaga chiqamiz. Orolda emasmanmi? Hozir ko'ramiz bolalar. Orolda bo'lsa komment yozasizlar. Orolda bo'lmasa like bosib obuna bo'lasizlar. Orolda ekanmiz-da. Lekin daraxtlar ko'pligi menga yoqdi. Okey. Mana bu yerda g'or ham bor ekan-da. Let's go, demak biz ancha tez rivojlanamiz. Mana bu yerda ham zo'r bor ekan, temir ham bo'lsa kerak. Okey, biz aynan kelib shu daraxtni olishimiz kerak. Xo'sh, okey, video qo'ymaganimga ham ancha bo'libdi-da. Shunaqa o'ynab qo'ymayotganimga. Kecha esa bitta shorts qo'ydim-da. Xo'sh, men YouTube'da kecha o'tirayotganimda Drake Uz deb yozsam, ikkita kanal chiqyapti. Xo'sh, o'sha ikkinchi kanalda esa 19 ta obunachisi bor va mening videolarimni qo'yapti ekan. 3 hafta oldin hammasi qo'yilgan ekan. Mayli, men buni ko'rdim va hech narsa demadim. Vaqti kelsa aytaman. Xo'sh, mayli, okey, biz выживаниeni davom etamiz va mana bu yerdan tosh olamiz-da. Boshqa joydan olmayman. Shu yerda tayyor bo'lib turibdi bizga. Sizlar esa обязательно kanalga obuna bo'linglar va videomizga like bosinglar bolalar. Hali ham shu gapimda turibman. 2000 ta obunachi bo'lsa, bolalar, men Javada video olaman-da. Hali ham bu gapim turibdi. Shu qumlar yomon xalaq beradi-da. Shu gapimda hali ham turibman bolalar. 2000 ta obunachi yig'sanglar bo'ldi, Javada yana videolar zo'r va modlar bilan sifatli bo'lib zo'r chiqadi-da. Kafolat beraman. Duysam, bu yerdan suv o'tmayapti. Xo'sh, okey, mayli, shaderga gap yo'q-da. Endi esa bizga qilich kerak emas menga. O'zi qilich yasamayman men вообще. Bitta bolta, keyin bitta lapata, kirka-da, hammasi tayyor. Bitta toshni biron narsa qilaman-da. Xo'sh, mana bu yerdagi daraxtni olib ketamiz va urug'ini tushishini keyin kutamiz. Hozir esa endi biz boshqa yerga ham borishimiz kerak. Nega orolda spawn bo'laman? Cho'chqa bor ekan. Nariroqda lekin bitta qo'y ham ko'rgandim. Xo'sh, okey. Qani bo'lsam chiqib ko'ramiz-da. Aytgancha video chiqmayotganligining sababi mikrofonim buzilgandi va hozir boshqacha yo'nalishda olyapman. Zapis qilyapti, lekin ovozimni yozib olmayapti. Shuning uchun hozir men yonimda yana bitta telefon bor va o'shani ovoz yozgichini qo'yganman. Ovozimni yozyapti. Mana bu yerda nima bor? Bu meni short videom-ku, to'g'rimi? Meni short videom. Endi zo'r bo'ldi deyman har doim. Mayli, biz daraxtni olamiz va shu yerda o'zimizni imperiyamizni qurishga harakat qilamiz. Agar ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, bolalar, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar va 15 ta like bo'lsa bo'ldi, chiqaraman. 15 ta like. Ko'p emas, kam emas. Kamu 1000 ta obunachiga mayli, bo'ladi 15 ta like. Xo'sh, okey. Bo'lyapti, ketyapti, yaxshi bo'lyapti. O'zingizlarda nima gap? Tinchmisizlar, yuribsizlarmi? Nima qilyapsizlar hozirgi kunda kelib? Hali YouTube'dan ketish niyatim yo'q bolalar-da. Bitta kommentariyaga yozibdi. Okey, kanalingizni menga bering deb.
Da yangi kanal ochdim, Olmosvoy degan. U kanalda ham agar 100 ta obunachi bo'lsa, stream qilaman va videolar bo'ladi. Yana shu yerga keldim. Yana bu yerda orollar bor ekanmi? Ko'rmagan ekanman. O'zi endi keldim. Xo'p, mayli ko'raylikchi. Orol bor. Menimcha hali imkon bor. Hozir ko'ramiz. Xo'sh, tezroq bitta lapata yasab, kemani yasab suraveramiz. Bo'lmasam lapatasiz bo'lmaydi bu bedrockda, eski versiyasida. Xo'sh, qo'yamiz va bo'ldi, bizada bu tayyor. Mana craftini ham yodlab olinglar. Xo'sh, bo'ldi, ketdi. Nega qo'yilmayapti? Bo'ldi. Pоворot qilma, aka. Yana bu yerdan olib edim. Okey, mayli, biza bu yerda hozir ko'ramiz nimalar bor. Va agar bu versiyada aniq bolalar agar akkaunt ochib bo'lganda obunachilar bilan stream qilardigan mazza qilib. Yo'q, bu yer ham orol ekan-ku, nima qilamiz? Holimizga aniq maymunlar yig'laydi. Temir! Bekorga kelmagan ekanmiz. Faqat o'sha qornim ochyapti, monsterlar bor-da. Okay, mana, endi temirlarni olamiz. Davay, let's go. Olmasdan ketmasdim, olsam ham ketardim. Olsam ketardim-da. Yana bor ekan. Bizda 5 ta temir bor bolalar. Let's go demayman, lekin juda qorong'i ekan va mayli ozgina tosh olib ketamiz. Kelganga yarasha bu yerdan narsalar olib ketaylik-da. Xo'sh, agar aytdim-men keyingi qismini chiqishni xohlasanglar, temir topdimi? Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar va 15 ta like bo'ladi. Va men uje temirga boyib ketyapman bolalar. Yana chiqsa zo'rman. Atak ham zo'rman, nima deyapsizlar? Atak zo'rman. Okay, let's go bola. Bo'ldi. 30 bitta tosh bor ekan, tosh bilan chiqib ketamiz. Nima mamo? Mamo, yo'q, to'g'rimi? Let's go. Mana birdaniga chiqib oldik. Hali уже kech tushyapti-yu. No, bro. Bo'lmasam qo'ylarni o'ldirishga to'g'ri kelar ekan. Da bola boshqa iloj qolmadi. Nega o'tirmadi? Bosgandimmi? Okay, mayli. Let's go. Narigi tomonlar bilan aylanib boramiz. Xo'sh. Bitta qo'lim bor. Yana bir narsa bormi? Blok bormi? Yo, bola. Orol bo'lmasin, ish qilib orol bo'lmasin. Orol bo'lsa ham lekin yaxshi chiroyli orol ekan. Yo'q, yana ko'rinyapti. Okay, mayli, qani sindirib ketdik. Let's go. Mana shu daraxtni olib ketamiz.